Mana bugun Faruqqa yangi velik olib berdim. Mana endi haydaydi. Qani? Sen haydolmaysan o. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen biri tutamazsın yıldız. Meni akam o'zini shu joduman deb o'ylaydi, 8-mo'jizaman deb o'ylaydi. Meni miyam o'rnida kalkulyator tursa kerak deb o'ylaydi-da. Tetris turadi deb o'ylaydimi bilmayman shu. Haligi bilasizlarmi, shipirgini berib berdi. "Ma, uborka qilishni o'rganib ol" deydi. Men o'rganib olishim shart emas uborkani. Men umrim oxirigacha ham qo'limga shipirga bersa uchaman qilib olmayman ustiga chiqib. Shipirgida shipirish kerakligini bilaman. Bilasizlarmi hali moment? Dadasi ish buyuradi. Akangiz peshonasiga qo'lini qo'yib buyuradi. Hamtadi sen qilib qo'ygan, senga buyuryapman, boshqasiga buyurmagan, sen qilishing kerak deydi. Shuni teskari qarashiga nima qiladi sizga qarab? Eshitib turganingiz biladi. Nimaga qilyapti? Po'lat o'ynayapmizmi siz bilan? Sovuq choy olib kel deb to'g'ri ayting. Desiz, sovuq choy emas, sen ishni qilib qo'y, senga buyurdi deydi. Uyatmaydi, tovlamachilik qilmang deya olmaysiz. Uni desiz, vartishkadan beradi, prajrif otadi, bir kishilik talpaga aylanib oladi. Aka siz urayotganda bilasizmi? Bitta o'zi urib talpada urgandek qilib yuboradi-yu. Hakikat yok bu dünyada. Yok, hakikat yok. İzlemang, qidirmang. Yok. Malas bas. Ur konangin girdik. Yok kıl rakipti. Yok. Rakip yok. Tamam. Все. Rakiptin ömrüge zomin. Tamam. Молодец, блядь. Bakış. Давай. Tartas iki yonga. İki. Şaşma. И посмотрите, как он собран. Каждое движение выверено. Ох, вот это сила! Андрей взорвал арену! Наш чемпион! Men o'ylab qarasam, ukamga nisbatan sal yomon aka ekanman. Sal unaqa ko'p emas. Mana misol sizlar, akalar, men ukalarda eng kulgili qaysi sabab uchun urgansizlar? Men profilaktik ishlar yuzasidan deb ham uraveramanda, tushunyapsizlarmi? Menga aqlli uka kerak emas ekan, bunday o'ylab qarasam. Chunki aqlli odam bitta qilgan xatosini kaltaygandan keyin qaytarib qilmaydi. Bu o'zi emas. Har safar ukamni urish uchun yangi pistirmalar o'ylab topish bu. 700 marta ukam tushunib yetdi, ertalab meni uyqudan turgizish bu uni ishi emasligini. Tushunyapsizlarmi? Bu o'rganib olyapti o'zi. Aqlli uka kerak emas degan sababi, menga shunaqa uka kerakki, aka, men iPhone 10 ga to'g'layapman deyish kerak, lekin ushab ko'rishni nazarda tutish kerak-da. U ishlatib ko'rish qachonki men iPhone 23 olganimda. Shuning uchun ham ukalar yosh katta bo'lgani sari kamroq kaltayishni boshlaydi. Bilasizlarmi? Yosh katta qari chol aka-ukalar bir-biri bilan urushmaydi. Chunki akalarning kaltagi ta'sirida ukalar odamga aylanish xususiyatiga ega. Zo'r gap bo'ldi. Shu gap uchun ham bitta ursam bo'laversa kerak. Otasi bilan ish qilgan bolalar tushunadi. Chunki ota uyda ish qilayotganda prosta o'tirish bu hayot uchun xavfli. Turishinglar kerak oldi. Nimadir qilib qo'lini urib oladi. Sekin nafas ol deb beradi eng kamida. Sizlar aybdor bo'lasizlar. Eng apasli joyi bu. Aniqani topib chiqqin deydi. Anaqa nima o'zi deb so'raolmaysizlar, chunki so'rasangiz, "Sen odamning gapidan xato topyapsan" deb. Katta o'p olding. Bo'lmay, qadaligini ham aytmaydi, ko'zi ko'rsatgan taraf 2 marta qo'shni uyga kirib yetib qolganman, anaqalar berib turiladi. Qo'shnilarim ham tushungan odam. Men ham yoshligimda chiqqan maslahatga. Besga ish qilayotgan, anaqani topaman, peshinga chiqaramsiz deb. Qaytib kelaman, ota anaqani topolmadim desam, "Hozir men kirib topaman, nima qilaman" deydi. Конечно, siz topasiz, u siz bilasiz nimaligini. Shuni kiradi, birinchi turgan narsa anaqa bo'ladi. Bunday qarab turib, "Sen qaramagansan-da" deydi. "Ko'zing ko'r seni o'zi" deb turib, ashindan ham so'kish eshitib. Orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan har bitta tomoshabin. Mana sizlarga bittasan ko'rsataman. Mana. Nima qilish kerak endi buni? Ayting, gapiring. Nima choqdi? Choqdi. Bitta choqdimi? Ha, bitta. Yo'q, 4 ta choqdi. Orqasidan yelkalarni choqdi. Bitta arra mana shu olg'a soldirib qo'ydi. Endi o'sha arrani izlasha ketyapmiz hozir. Ko'chaga qochib ketibdi. Ukalarim. Voydod ukalarim.
Nimaga men bilan birga yorib chiqmadilaring? Endi men bitta o'zim bilan qilaman. Qo'yfatmang. Sorpag'im ushmasin. Ne qilasan? Haram dedilar. Tavbim, ayağından aynalayın. Amin. Yaxshi kelinlar. Dünya Müslümanlarını Amin. Allah'lar shunday ko'payib Kamni dedan kelin. Ularda o'sha farzandlar nima kerak? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahu Teala Muhammeden hasbuhu. Ya Rabbi yezderi cemil mu'minin. Oğlum ya kararını amanını. Rızah ve koşlarını koşarlar. Serdardan üzerden koşarlar. Serdardan sağ ve sağlığa. Amin. Azam kamat üzerinde insanlardan. Arabada ömürler uzak ve koşlarını koşarlar. Safarlarda kadar bakın sağ selamet. Doyur ortağımni. Xudoyor seni. Katta yigitlar bor. Tebrik. Yaşayın. Qo'yfatmang. Sorpag'im ushmasin. Ne qilasan? Haram dedilar. Tavbim, ayağından aynalayın.